Agar peshona qismingiz og'riyotgan bo'lsa, bu stress yoki charchoq sababli. Uxlashdan oldin romashka yoki lavanda choyi qabul qiling yoki sitramon yoki parastamol qabul qiling. Boshingizni chap va o'ng qismi og'riyotgan bo'lsa, bu asabiylashish yoki migren sababli. Agar siz ko'p asabiylashayotgan bo'lsangiz, uxlashdan oldin magniy vitamini qabul qiling. Agar sizda migren bo'lsa, unda sumatriptan qabul qiling. Agar boshingizning orqa ensa qismi og'riyotgan bo'lsa, bu bo'yningiz zo'riqishi yoki qon bosimi ko'tarilishi sababli. Bo'yningizga yengil massaj qiling yoki agar sizda qon bosimingiz ko'tarilgan bo'lsa, limon choy yoki kaptopril qabul qiling. Agar hamma bosh og'rig'i bo'lsa, unda bu gripp yoki charchoq sababli. Ko'proq suv iching, malina va limon va imbirli choy iching yoki parastamol yoki ibuprofen qabul qiling. Salomatligingiz haqida yana ko'proq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling.